Darvozamizni narxiga kelsak, eng qizig'i Xudoyberdi $150 dan $200gacha. Yo'q, shuncha katta darvoza shunaqa narxda arzonmi? Shunaqa. Assalomu alaykum Jobirxon aka. Yaxshimisiz? Yaxshi oldinglarmi? Jobirxon aka, bu buncha katta darvozamiz. Razmerlari nechiga necha? Sizlarni kelishinglarga darvozalarni terib qo'ydik. Bu darvozalarimiz ham egalari kutib turibdi, intiqligi bilan olib borib o'rnatish kerak. Bu darvozamizni bo'yi 380, eniga 320 razmer Xudoyberdi. Ko'rib turibsiz darvozamiz dizaynini, taroq fason yangicha uslubda hozirgi kunda trendga chiqib borayotgan darvozalarimizdan. Mani bitta ko'rishda hayratlantirib turdi darvozalar. Jobirxon aka, bundan oldin YouTube'dagi obunachilarimiz bilan salomlashib olaylik. Assalomu alaykum hurmatli Jobirxon YouTube kanali obunachilari. Bugun mana 4 ta 5 ta darvozalarni sizlar uchun o'zlari obzor qilib berishlari uchun terib qo'ydik. Xudo xolisa mana o'zlaridan chiroyli bitta obzor ko'ramiz. Jobirxon aka, bu darvozamiz haqida qanaqa uylarga mos keladi? Qisqacha ma'lumot berib ketsangiz, obunachilarimizga foydali bo'lardi. Bu dizayndagi darvozalarimizni hozir asosan high-tech uslubida tayyorlanayotgan xonadonlarimizga qo'yilyapti darvozalarimizni. Ko'rib turibsiz, darvozamiz uplitiniy bronirованный chiqqan darvoza. Ko'tarayotganda ham tepasi turdingiz, rosa og'ir darvoza. Vesini ko'rdingiz-a? 3 qavatli qilib tayyorganmiz bu darvoza. Ruchkalarni ham uzun-uzun qilib, bu darvozamiz garaj eshik hisoblanadi. Bu yoqda kichkina eshikchasi ham bor, hozir uni ham ko'rsatib o'tamiz. Ustalarimizning qo'l mehnati ancha ketdi, chunki o'sha bilinyapti darvozani. Ko'rayotgan bo'lsanglar o'rtoqlar, uylarga bunday tasavvur qo'ringlar shu ko'rinishda. Ataylatdan biz sizlarga hech naqa tikka turg'azib obzor qilib beryapmiz. Xo'p, Jobirxon aka, bu darvozamizni narxlari kvadrat qanchadanligini bitta obunachilarimiz uchun qisqacha. Bu darvozamizni mana ko'rib turibsiz, taylariga 12 li shviller, 12 ga 8 brusdan qo'yganmiz. Stinkalari 2.5 stinka. Shvillerimiz ham shu eng sifatligini ishlatib berganmiz. 3 qavatli darvoza. Polni qo'l mehnatda chiqadi bunaqa ishlar, ko'ryapsiz. Temir ishi qo'l mehnat talab qiladi, bilasiz. Kraskalari ham avtomobilniy kraska, lak ham avtomobilniy, matvisdan sepilgan. Darvozamizning narxiga kelsak, eng qizig'i Xudoyberdi $150 dan $200gacha. Yo'q, shuncha katta darvoza shunaqa narxda arzonmi? Shunaqa. Endi 3 qavatli ko'rib turibsiz. Puliga xudo xolisa arziydigan ish. O'rtoqlar, mana narxlarni ham sizlarga zo'r qilib qo'yibdilar. Mana nomerlarga aloqaga chiqinglar, olinglar, o'zlari necha kunda yasalab bitkazib beriladi? Bu darvozalarimizni hozirgi kunda 1 oydan 1,5 oygacha surib olamiz. Demak, 1 oy oldin mana oldindan zaklatlarni berib, zakaz qilib qo'ysanglar, o'sha ishchi boshlab orallar 1 oy ichida darvozalarni uylarga olib borib qo'yib berasizlar, to'g'rimi? Xudo xolisa. Endi buni arzon variantlari ham bor, endi ular o'z puliga yarasha bo'ladi, bilasiz. Demak, sredniy varianti bu. Bu o'zi qimmat premium segmentdagi. Eng qimmat varianti. 3 qavatli profillarni ham mayda chudalargacha 1.7 stenka, ichki profillarni ham 2.1 stenka, boya aytganda 2.5 stenka yondor qismlari. Xudo xolasa qayerga ketadi? Full variant tayyorlangan. Bu darvozamiz Farg'ona Chimyonga tayyorlangan. Farg'ona viloyati Chimyon qishlog'iga. Darvozamizni mana kichkina kalitkasini ham ko'rsatib o'taylik. Darvozamiz kichkina kalitkasi ko'rib turibsiz. Demak, buni yonida eshikchasi ham bo'ladi. Eniga 1.10, bo'yiga 280 razmerda. Skromniy chiqqan, bu yoqqa zamogini joyiga olib borganda qo'yib beramiz. Mana shu narsa qiziq bo'lyapti-da obunachilarimizga. Zamoglardan qaysi firmadan foydalanasiz? Zamogini Stimul zamog, Stimul firmanikidan foydalanamiz. O'zimizning O'zbekistonniki? O'zbekiston emas, Turkiya. Turkiya. Endi bunaqa darvoza olgan odam normalniy zamog ham qo'yadi. Bilasizmi? Zo'r. Vesini ko'rdingizmi? Zo'r. Keyingi darvozamizni ham obzor ko'raylik. Keyingi darvozamiz mana budjetli variant, bosmali darvoza. Endi buni ham o'ziga yarasha mijozlari bor. Endi kimgadir u yoqadi, kimgadir bu yoqadi. Endi imkoniyatga qarab budjetli variant darvoza. Budjetli variant darvozalarimiz. Ushbu darvozalarimizni metr kvadratini 700 ming so'mdan o'rnatib beramiz O'zbekiston bo'ylab. Bu ham ancha bir xil shekil bu darvozamiz bilan balandligi, kattaligi. To'g'ri, endi buni kattaligi bir xil chiroyli darvoza. Faqat unga qaraganda ozgina metallari ham o'rta segmentda tayyorlangan darvoza. Necha qavatli darvoza bu? 1 qavatli. 1 qavatli. Bruchlista ishlatilgan. Mana bu yoqlarga mana nerjavikadan foydalanganmiz. Ko'rib turibsiz, mana yondor qismlarini ham 1.5 stenka ishlatib berganmiz. Endi buni ham utplitini shumkali qilish ham mumkin, unisini kelishuv asosida qilib beramiz. Zo'r. Budjetli variant. Mana shu darvozamiz 9 million so'mlik darvoza. Qayerga yo'l olyapti? Sir bo'lmasa. Bu darvoza ham shu vodiyga o'rnaydi. Vodiyga. Zo'r. Xo'p, bu darvozamizni obzor qilib bersangiz.
Bu darvozamizni mana Toshkentga tayyorladik. Oppa. Bilasiz, Toshkentda bunaqa skromniy variantlarga, high-tech uslubda xonadonlar rosa qurilishi ko'p bo'ladi, bilasiz. Aha. Odamlar qidirib yuradi, qanday darvoza qo'ysam degan. Juda ko'pchilikka o'sha 25-yil, 26-yilda ham rosa sotilayotgan darvozalar. Buni ham zakasnoy variant tayyorlaganmiz. Shivillar, yo'llarni mana o'ng-o'ng brus qo'yganmiz. Bu ham albatta 205 tenga. Shanir pachimliklari ham katta-kattasini qo'yib berganmiz. Necha qavatli bu darvozamiz? 2 qavatli. 2 qavatli. Bu yoqlar 2 qavatli hisoblanadi. Mana mayda shunday profillar ham aytganda qalinidan qo'yilgan. To'g'risini aytadigan bo'lsam, mana shu 4 ta 5 ta darvozalardan eng yoqqani mana shu darvoza. Eng skromniy, eng nejniysi, ko'ryapsizmi? Kvadratlarini ham qanchadanligini bitta aytib Shu ketsangiz. darvozamiz mana razmeri eniga 3.45, Aha. bo'yiga 3.60 darvoza. Aha. Skromniy eni bo'yiga yarashgan, ruchkalari ham mana ochib turibdi. Umuman oshiqcha hasham yo'q. Zo'r, Oddiylik xohlaydiganlar, lekin baquvvat. zo'r. Bu darvozani qanchaga xarid qilgan bo'lardim? Bu darvoza metr kvadratini aytib qo'ya qolay, chunki xonadonlarning har bittasini razmerlari har xil, o'zlari hisoblab chiqarib olishaveradi. Darvozamizni metr kvadrati 1.400.000 so'mdan 1.500.000. 1.400.000 dan chiqadimi? Menimcha men 1.400.000. sal qimmatroq o'ylagandim bu darvozani, chunki ko'rinishi o'sha boylarni vidini beryapti. Xudo xohlasa bundan zakaz ko'pligini hisobiga ustalarimiz ham ancha qo'li kelib qolgan. Shuning uchun bu darvozani maksimal narxini tushirganmiz. 1.400.000 dan hozirgi kunda O'zbekiston bo'ylab ustonovka qilamiz. Yana bitta narsani eshitdim, Jobirxon aka, tez tayyorlanadi bu darvozamiz o'zi. Tezroq bo'ladi. Boshqa darvozalarga qaraganda tezroq qilib berasiz. Tezroq bo'ladi, ha. Nergi darvozalarimiz 2 oy. Yana bitta zo'r imkoniyat sizlarga. Nergilarga 2 oy srok bo'ladigan bo'lsa, bunimizga masalan srochniy zakaz bo'lsa 20 kun. Albatta bezovchilikka kelishuv asosida bo'ladi. Bo'lmasa 1 oy vaqt oralig'ida chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Zo'r. Toshkentdan zakazlar bo'lsa ham primoy mana chiqarib olasizlar. Muammo emas, to'g'ri? Primoy chiqaraman. O'zim borib razmerlarni olaman. Joylarni ko'rib, kerakli tavsiyalarni, maslahatlarni berib, uyingizni dizayniga qarab darvozani tanlashda yordam beramiz. O'zimizda yana kataloglarimiz ham bor. Variantlar ko'p. Katalogni tashlab berasizlar. Katalogga tashlab beramiz. Zo'r. Jobirxon akam mana hozirgi kunda O'zbekistonni hamma viloyatiga, Barcha viloyatlarga. zo'r. Undan tashqari SNGni qaysi davlatlarga chiqarib? Senga Tojikiston, Qirg'iziston chiqaveradi. Qirg'iziston, Tojikiston bemalol muammosiz chiqarib, olib borib yetkazib o'rnatib beryapsizlar. Albatta. Hozir aytgan narxlarimiz tamojnigacha bo'lgan narxlar. Ha. Tamojnigacha olib boramiz. Aha. U yog'ini tamojni xarajatini qilib, o'zlari olib borib tushirsa, ustonovkasini qilib beriladi. Zo'r. Tojikistondan ko'rayotgan muxlislarimiz biza mana shu darvozalarimizni, ya'ni tamojniy postgacha hozir aytgan narxlari bo'yicha yetkazib beradi. Qolganini kargo xizmati, undan tashqari yetkazib berish xizmatlarini alohida o'zlari hisoblab beradi. Shunaqa. To'g'ri. Keyingi darvozamiz ham Bu ham neoklassik neobычный ekan. Ha, bu ham o'sha neoklassik uslubdagi lazer fason darvozamiz. Bu darvozamiz o'zi chiqqaniga ancha bo'ldi, bir 3-4 yildan beri yaxshi sotilayotgan darvozalarimiz. Ha. Ko'pchilikka Necha qavatli bu ma'qul bo'ladi. darvozamiz? Bu darvoza 2 qavatli hisoblanadi. Mana birinchi qavati 1.8lik, ikkinchi qavatiga mana lazerli reski apparatda chiroyli naqshlarni chizdirib Bu menimcha o'sha robotda chizilgan, adashmasam. Shunaqa, apparat. Chunki naqshlarga ham neobычный e'tibor bergan ekansizlar. Ko'rinishida boshqacha vid berib turibdi, o'sha bu ham chiroyli. Chiroyli, ha. Buni ham eshigi ardenda bo'ladimi yo ichidami? Yo'q, buni eshigi ichida hozir. Ha, eshigi ichida. tayyorlangan. Zo'r. Kvadratlari qanchadan buni Jobirxon? Bu darvozamiz ham kvadrati 1.400.000 so'm. 1.400.000. Nechiga necha darvozamiz? Bu darvozamiz 3.40 ga 3.50 razmerdagi darvoza. Aha. Любой turdagi razmerga moslab berasiz. Ha, moslab beramiz. Eniga kattaroq razmer bo'lsa, kalitkasini отдельно qilib tayyorlab beramiz. Zo'r, zo'r. Bu ham o'sha premium segmentdagi darvozalar. Mana shu 4 ta obzor qilgan darvozamizdan obunachilarimizga ko'proq qaysi darvozamizni tavsiya qilgan bo'lamiz, Jobirxon aka? Endi ko'proq o'zimga ham ma'qul bo'ladigani, masalan, aytganimdek, yana taroq fason darvoza. Taroq fason darvozamiz. Soqqali fason deydi, shu hozir taroq fason desa ham bo'ladi. Sababi bu darvozamizni ham tez bitkazib berasizlar, ham narxlari hamyonbop, Shunaqa. ham ko'rinishi jihatdan ham Ko'rinishida mana o'zingizdan qiyosman. Darvozani turishini ko'ring. Nejniy. Birorta bir ortiqcha detal yo'q. Hammaga birday yoqadi. menimcha o'zingiz ham shuni qo'ydirgan bo'lardingiz. O'zim ham xonadonga shundan qo'yaman. Xudo xohlasa uchastka qilayotganmiz, shundan qo'yamiz shu yerda. Zo'r, zo'r, zo'r. Darvozani mana nejniy, endi nima desa bo'ladi?
har qanday xarakterga mos keladi. Zo'r. Jobirxon aka, tashqarida ham bitta darvozamiz bor deganingiz adashmasam. tashqarida U darvozamizni ham bitta obunachilarimiz uchun obzor qilsak, menimcha foydali bo'lardi. Chunki menga o'zi ko'rinishi juda ham yoqdi. Biz hozir kun qorong'iligini hisobiga kechga qolib ketdik. Kechga qolib ketdik. Obzor qilib beryapmiz, lekin mana kech bo'lishiga qaramay ishlayapmiz. Sizlar uchun ma'lumotlar foydali bo'lishi uchun darvozalarimizni chiroyli qilib Jobirxon akamga aytdik. So'rashyapti YouTubedan obzor qilib bering dedik. Mana chiroyli qilib obzor qilib beryaptilar. Hozir yana bitta darvozamiz bor. Agar imkoniyat topib olsak, uni ham obzor qilib beramiz. Xo'p. Tashqaridagi darvozamiz shu afsona fason darvoza. Bu ham trendda turgan darvozalar. Endi kun kechib bo'lib qoldi, endi qanday bo'larkan? Harakat qilamiz. Harakat qilamiz. Shinalarimiz yaxshi yoritib bersa, obzorni qilib beramiz. Zo'r. Darvoza tanlashda qiynalayotgan, ya'ni to'g'ri darvoza tanlashda qiynalayotganlar uchun qanaqa maslahatlar berasiz Jobirxon aka? To'g'ri darvoza tanlash uchun endi avvalo hammani o'ziga xarakteri o'zgarish xarakteri bo'ladi. Meni o'ziga yarasha yoqtiradigan narsasi bo'ladi. Birinchi o'rinda faqat maslahat beraman. Eng kerakli meni o'zi do'stona maslahatim faqatgina narxiga qaragan holatda xarid qilavermang darvozani. Chunki bitta darvozada rosa raznica bersa 1 million so'm, 2 million so'm raznica beradi. Chunki u 5 ming xonadonga qo'yadigan narsa ozgina dobliroq bo'lib turib zakaz bersangiz darvoza ham ideal bo'lib boradi. Zo'r. Boya bitta ma'lumotni berdingiz, buni obunachilarimizga ham foydali bo'ladi deb o'ylayman. Darvozaga qanaqa materiallardan foydalanasizlar? Uni ham bitta qisqacha hozirgi kunda darvozaga o'sha Rossiyani magnitogorskiy listlaridan foydalanamiz. 1.8, 1.5, 2.5 stenkali listlardan foydalanamiz. Sifatli, upakovishni keladi, pechatlari bilan. Bezvanni tekis listlar. Bundan tashqari profillarimizni o'zimizdan O'zbekistondan chiqayotgan zavodlar ko'p. Eng sifatligi o'sha o'zimizning Sergeli zavodi hisoblanadi, Toshkent. O'sha zavodni profillaridan foydalanamiz. Shvillerlari rossiyskiy, Eronniki holatiga qarab ishlatamiz. Zo'r. Ruchkalari ko'pincha Turkiya bo'ladi. Ruchkalar shunaqa Turkiya, Xitoy nimasiga qarab. Zo'r. Keyin yana obunachilarimizdan ko'p keladigan savollardan bittasi, o'lchab berish qanaqa, bepulmi yoki albatta nimada telefon orqali kelishib, qisman narx-navosini kelishib, razmerlarni например aytishsa, narxini aytamiz. Kelishib qolsak, o'zimiz borib, bepul o'sha darvozaning tan narxiga kirib ketadi. Razmer olamiz, maslahatlarni beramiz, ustonovkalarni qilib beramiz, dastavkalari hammasi ichida bo'ladi. Zo'r, zo'r. Men ko'rdim, ko'pincha kerak bo'lsa darvozani qo'yishdan oldin Tojikistonga ham borib kelib, razmerlarni o'lchab, keyin zakaz olib kelyapsiz. Erinmay shu Dushanbegacha borib kelganingizni ko'rdim. Men istoriyalaringiz, videolaringiz orqali. Demak, Tojikistondagi, ya'ni hamyurtlarimizga ham ya'ni qiyin bo'lmaydi, to'g'rimi? Qiyin bo'lmaydi. Borib, erinmay borib u razmerlarni olamiz, chunki o'zgarishga mas'uliyat bor. Darrov endi hamma ham kimdir musofirda yuradi, kimdir boshqa ish qiladi. Chiroyli darvoza muammosi o'rnash kerak borgan joyga. Qimmat darvoza, razmeri keyin o'zgartirib, bu temir bu. Aniqlik kerak bunga, aniqlik. To'g'ri, to'g'ri. Shuning uchun erinmay bor razmerlarni olamiz. Zo'r. Xato o'lchab qo'ygan vaziyatingiz ham bo'lganmi darvoza sohasida? Xudo xolasa, xato o'lchagan vaziyatimiz bo'lmagan. Bo'lmagan. Har doim shaxsan o'zim borib razmerlarni olaman. Demak, o'zingiz bor, ustalarni borlarni jo'natmaysiz. Chunki endi muammo bo'lib qolsa bilasiz. Endi 3-4 ming dollarlik darvoza bo'ladi masalan, 500 dollarlik, 1000 dollarlik. Endi u ham zararga ishlaydi. Odamlar baribir havas bilan qo'ydiradi uyga. Havas qilib qo'ydiradi. Shunday borganda joyiga qolib bo'lib tushsa, uyga yarashib tursa, xursand bo'ladi. Baraka topamiz biz ham shu olgan pulimizga. Zo'r, zo'r. Jobirxon aka, narxlarimizni, kvadratlarimizni, darvozalarimiz haqida qisqacha ma'lumot berdik. Darvoza xarid qilish uchun qayerga va kimga murojaat qilishligi kerak? Qisqacha ma'lumot berib ketsangiz, nomerlarni aytib ketsangiz, sразу, xudo xolasa, musofirdan kuzatayotgan yurtdoshlarimiz ham bizga tezroq aloqaga chiqishgan bo'lardi. Albatta, hurmatli yurtdoshlar, bemalol shu telefon raqamlarimizni qoldiramiz. YouTube kanalda ham aktiv bo'lishni boshladik. Instagram kanallarimiz, TikTokdamiz. Barcha platformalarda faolmiz, xudo xolasa. Telefon raqamlariga bemalol telefon qilavering yoki WhatsAppdan, kimgadir WhatsApp, kimgadir Telegram qulay bo'ladi. Qolgan ijtimoiy tarmoq orqali murojaat qiling. 24 soat onlayn bo'lamiz. Maksimal o'z vaqtida javob berib,
sizga kerakli ma'lumotlarni berib, buyurtmangizni qabul qilamiz. Tojikiston va Qirg'izistondagi hamyurtdoshlarimiz, qo'shnilarimizga WhatsAppdan qaysi nomerga aloqaga chiqsin, qisqacha aytib keting. WhatsAppdan shu 97lik 212 75 75 raqamimizga yozaverasiz bemalol. Bo'ldi. Zo'r. Rahmat kattakon, kuzatishda davom etinglar bizani.